ayollarda qin kengayish va havo chiqishiga nima sabab bo'ladi? Asosiy tug'ruqlar tabiiymi yoki kesir kesishmi farqi yo'q, organizm tug'ruqqa tayyorlanadi. Bunda albatta relaksing gormon ishlab chiqaradi va bu o'sha boylamlarni, qinni bo'shashtiradi. Buni oqibatida o'sha tug'ruqdan keyin emizish vaqtida qin ozgina bo'shashgan holatda bo'ladi. Hamda emizikli ayollarda ozgina estrogen gormoni ishlab chiqarmaydi. Ya'ni tuxumdonlaringiz ozgina zaifroq bo'ladi. Estrogen gormoni esa o'sha kollagenni, elastinni vyrabotkasiga, ya'ni ishlab chiqarishga yordam beradi. Emizikli davrda estrogen yo'q, qini ozgina bo'shashadi. Shu holatda kuzatiladi. Ba'zi bir holatlarda tug'magan ayollarimizda ham uchraydi. Aynan og'ir ishlaydigan, og'ir mehnat qiladigan ayollarda yoki ichi qotadigan ayollarda doimiy kuchanish oqibatida qin devorlari ozgina bo'shashadi va albatta bu holat diskomfort olib kelishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda partnyor yoki turmush o'rtog'i oldida ozgina noqulaylik bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda esa og'riq bo'lishi mumkin. Chunki ortiqcha havo kirganda bu og'riq bilan kiradi va chiqqanda albatta ovoz bilan chiqadi. Xo'p, xavfli taraflar qanaqa? Bu qinni devorlarni bo'shash holatlari bu sistotseli yoki rektatseli deyiladi. Bu holatlar asta-sekin keyin bachadonni tushish holatiga olib kelishi mumkin. Bachadon tushish holati esa o'zingizlar bilasizlar, bunda albatta CD tuta olmaslik, bachadonni tashqariga chiqib ketishi, infeksiya tushishi tezgina va qon ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holat bo'lmasligi uchun tug'ruqdan keyin albatta vaqtida shifokorga borib ko'rishni tavsiya qilaman.